Hammaga assalomu alaykum. Hurmatli mahalladoshlar, qishloqdoshlar. Mana bugun chislomiz 15-iyun 2026-yil, haftaning dushanba kuni Cho'mishli va Zangi bobo qabristonida mana shunday chiroyli bir hashar yo'li bilan 150 taxminan 200 metrlik yo'limiz, qabriston yo'li hashar yo'li bilan asfaltlashtirildi. Hasharda qatnashgan, ehson qilgan barchaga rahmat deymiz. Ko'rishlar mumkin, asfaltimiz juda ham bir chiroyli chiqdi. Ko'z tegmasin. Bismillahirrahmanirrahim. Bugun Qashqadaryo G'uzor tumani Cho'mishli mehriga qarashli Zangi bobo qabristonida homiyimiz Ural ukamiz tomonidan shu yerga 150 metr masofada asfalt yo'llarni qurib berdi. Uraljonning otasiga rahmat. Ro'zg'origa tinchlik, totuvlik atayitsin, nasibda qo'shganini qo'sha qarib, farzandlarini baxti kamolini ko'raversin. Kasbkoriga umriga baraka bersin. Shu qabristonda yotganlarni ham Alloh rahmat qilsin. Shu yo'limizni nasibda savobi endi Uraljonning ota-onasiga yog'ilib turadi. Har o'tgan odam albatta hammamizga shunday ihson qilish nasib qilsin. Alloh rozi bo'lsin Uraljondan. Rais bo'lsin, bir nima deng? Mana shunday savob bo'sha insonlarimiz ko'payaversin. Uraljonga rahmat, kasbkorlarning barakasini bersin. Ro'zg'orlari but bo'lsin. Shunday elimizda mana shunday yaxshiliklar, savobli ishlar ko'payaversa, hamjihatligimiz oshadi. Bir yoqdan bosh chiqarib mana ishlar tashkillashtiramiz. Yoshlarimizga rahmat, nuroniylarimizga rahmat, ko'cha boshlarimizga rahmat. Mana shu ishda bir yoqdan bosh chiqarib ishlar tashkillashtirganligi uchun ming rahmat deymiz Ural do'stimizga. Farhat Eshon buvamizga bir rahmat. Mana qancha tashkiliy ishlarni qildi. Mana o'rtada yigitlarimizga, mana xizmatda bo'lgan yigitlarimizga ham katta rahmat. Xususan Ural ukamizga katta rahmat. Bu har kimga emas. Mana nasib Xudo xohlasa bu yo'llar yaxshi kunlar xizmat qilsin. Elimizda shunday soqotbesha yigitlar ko'payaversin. Bunday ishlarimiz bardavom bo'lsin, davom etaversin. Yo'llarimizni bir ko'rsatasiz mana bu yoqlar yo'llarni ham. Qilingan yo'llarni ham ajoyib. Mana qarang, ajoyib bo'lib. Mayli o'rtoqlar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ey Allohim, o'zingga hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, zurriyatlariga, zawjay muhtarlarga ta qiyomatgacha ko'pdan ko'p mukammal durud va salovat salomlar bo'lsin. Allohim mana shu butun musulmonlarimizni hifz-i himoyatida saqlag'in. Shular qatori mana Uraljonning ham oilasi bilan farzandlari bilan o'zingni hifz-i himoyatida saqlag'in.
Mana Zangi bobo qabristonida bugun hashar qabristondan asfaltgacha bo'lgan yo'lda asfaltlashtirish ishlarini olib boryapmiz. Mana bizga homiylik qilayotgan ukamiz ham mana shu O'ral ukamiz homiyligida hashar olib borilyapti.